parçalık haqida qilsa 959 bat. Subuyda 756 bat. G'arb sayohat 898 bat. Qizilro'baq uchish 922 bat. Odatda har xil banbanisi, har xil bat bo'lib, o'tirish hisoblama shundoq deymiz hamda. Endi ma adashning jingshinsi qaranglar. Qaz u bu funchi alay-balaylar bo'lib qilgan jingshin bavgasi 1132 batga purim. Nimish qilgan madash bo'g'iydi bu. Jingshin urpoqchalik doyingjininki ranglar tugab qayta jolab doyingjidan is chiqarayotgan gap Allah. Qandaq bir rangdar hayotdi bu, shundami? Hamda ba'zilar qazimjiq deysizlar, meningdek qo emas har qancha o'z buning yetishmaslar. Shundami? Ba'zilar mashtaqlar jingshin bilan mashtaqlar va 4 klass kasardim yomon jingshin kamavchu. Hamda chaqchaqmi qilishdi. Hamda bugungi zamonda qarasak 90%imizdan to'r qazi bor. Shinka deymiz, JB Huawei deymiz, har xil to'rdan tushayotgan qazlar deymiz. Shunami? Sizlarning qanchalik qazinglar bor, pingunchik bir qoldirib qo'yinglar. Endi bu qaz degan shu odamni ilgari bostirmaydigan, ilgari keltirmaydigan mushundaq bir maraz bir narsa. Shunga ba'zilar shinkaga bak o'sh tillaydi. Voy shinka mezramda undaq eski narsani u budatga yomon tarqatildi deydi. Chunki bu shinkani bejaga vaqtida bejidi xashlamak bak o'ngaychu. Shu alqi fash xashlabatimiz xuddi xaqning kardik pulni xashlagandek besimi bo'lmaydi, lekin kelar oyda jongdan chiqqan vaqtimizda tillab qolamizki, shunami? Men xashlab ekanman demay turib shundaq tillab ketamiz. Endi boshqa to'rdagi qarz pullarning usumi texim yuqori texi, ular texim rəyimsizlərçi üsum aladı. Muşlarning ichida amaliyotda müşahada shinyunkaning usumi eng to'van, ishiltish eng qulaylik. Shinyunkani ishiltishni biladigan balla bo'lib qolsa uqudi. Shaxsan men buni ko'p foydalangan buningdan. Usumi har qanday to'r qazining to'van, uningga 2 tal shinyunka bo'lsa birsiga aylantirib, bankining pulini ishiltib turib, pullar pul topqildigan xil yaxshi usullari bor buning uchun. Ishiltishni o'rganib olsanglar. Hamda ishiltishni uqmaydigan, o'zini boshqarolmaydiganlar, işte xashlaydigan xashlab qo'yib oxirida apla deb qaqti yamanlarga ishqidi. Endi hozir turlarga qarsak, voy daykanga ondaq narsa, mondaq narsa, uydaykan qilsangiz bankisining 20 yillik usumini deb ondaq qilib deydi. Endi bir qism narsalarga amal yo'q. Masalan, uyga vaqtida shu 20 yillik, 30 yillik qarz qilib bo'lsin, olmasak, hozir nerede bir uyning oldin 500 mingdan 1 milliongacha pulni oldin yig'ib bo'g'il bo'ladi. Uning ustiga kimmi bizga shu bankdan mana kim bizga shu 1 million pulni, 5-600 ming qo'y pulni 30 yillik qarz biriktirdi, shunami? Bankining usumini bak yuqori deb ketgilimi bo'lmaydi, davlatmi buning xil kuchayotidi. Endi ba'zi narsalarga mushundaq amal yo'q. Lekin kundulik turmushimizga iste'molni boshqaramay, har xil to'rdagi applardan yoki boshqa narsalardan qarz xashlab o'zimizni boshqaramaganlik bu qat'iy bo'lmaydigan ish. Uning mushtaq boshqaramagancha, qaytaramagancha qarzning ustiga qarz oldigan qarz bilan qaytaradigan, oxirida putning uchidan gadan to'liq qarz bo'lib ketadigan, qaytaray deb tugatolmaydigan mushundaq bo'lib ketamiz, shunami? Bu hayotda tuyib bitadi ba'zilar. Uning ustiga ham bu yerdagi ishlab qarz qaytarmak, har qanday qarzni qaytarib bo'ladi. Baktasiz pul yig'ishdimi tasavvurchi? Nimish bunday deymaydigan pul yig'gan vaqtingizda pul yig'moqmi tez. Lekin pul yig'sak, pullarimiz avgancha 1000 qo'y, 1500 qo'y, 2000 qo'y, 3000 qo'y, mana avgancha bir xil xo'shal va bir xil xo'shallik va kayfiyatimiz yuqori ko'tarildi va bir narsamizni olayotganda ko'nglimiz to'q shundaq bir holat kelimiz, bag'an chiqimiz kelib qoldi. Lekin maqaz qaytarish deganda atoydan japa tortib bir kunda 10 necha soatlab ishlab qontar badilimizga topgan pulni osh qarz oldigan bir narsa pingtaylar shinkal qaytarish bak ichimiz echib ketadi, bak eg'ir keldi, shunami? Shunga diqqat qilinglar. Ortiqcha iste'moldan saqlanaylik. Ortiqcha qarig'larcha modaga ergashmayli. Telefonlar yangidan chiqib bo'lguncha almashtirmasakmi bo'ladi, o'zimizning ishlatishga yassilar. Kiyimlarni oyda bir yangi kiyim kiyib ketmasakmi bo'ladi. Qizlar grim buyumlarini normal ba'zikini ishlatsak-mi bo'ladi. Mashinani sal konasini haydab tursakmi bo'ladi. Mashinasi yo'q haqlarmi nurg'un taqiq. Shunga hali baydadan men namarat odam ideya o'yincha pulimiz ma'lum bir chekka yetmagicha o'zimiz mo'ljalga yeg'ichu. Mesela 50 ming qo'ylik mashina olmaydi uchun 100 ming qo'y pulni yig'moqcha hargiz u pulimizni xashlab atmaylik, isrof qilmaylik, ishlatib atmaylik, boshqurishni o'rganaylik. Yoki otishliqlarni gap o'yincha qo'yimiz 80 bo'g'icha yemaylik. Bulamda bu to'g'risida har birimizning chunqur o'ylab beqishga arziydigan bir ish mavjud.